Chiziqlar nihoyatda to'g'ri, tekis bo'lish kerak. Baland va aniq. Baland va aniq deyapman. Mana ularga qarang. Bu yerdagi yorqin ranglar jilosi o'ta terang tafakkur mahsulidir. Sizni ham, meni ham qo'limdan kelmaydi bu ish. Bundan unga nima foyda? Nega hamma narsadan foyda izlaysiz? Bo'lmasa nima qilay? Ulg'aygach nima bilan shug'ullanadi? Boshqalar bilan qanday raqobatlasha oladi? Bir umr unga ko'z quloq bo'lib yuramanmi? Axir har bir bolaning o'ziga xos qobiliyati, istagi, orzulari bor. Yo'q. Har bir barmoqni toki ko'rsatkich barmog'iday bo'lmaguncha cho'zish kerak, toki uzilib ketmagunicha tortish kerak.